Maqsad nima bundan ekib Tbilisidan? Maqsad daromad olishda. To'g'ri. Oddiy xalq o'zi ham biladi, o'zi ham qancha qiynalgan ekan. Hali bodring ekyapsiz-da, bodringni olib chiqasiz, parovoy отоплениyangiz yo'q, 2000-3000 ga sraz tushib ketyapti. Toshkent sohada Liboy bilan olishaman Qulpinoyda, javob beraman. Mash holatda. Bu 90 kunlik ko'chat bu. Hozir kun sanaydi 120 kunda hosilini ko'rsatadi bu. Patpilonka bu O'zbekiston iqlimiga emas. 1 sotiklik Tbilisilar agar mashina holatida ekib olsa daromadi zo'r bo'ladi. 100% javob beraman. Mana 14 yil oldi biz qilayotganimizga. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, mehnatsevar xalqimiz. Biz bugungi videoda ser daromadli biznesni tanishtirib o'tamiz. Ya'ni uy sharoitida xotirjam daromad qilsa bo'ladigan Qulpinoy biznesi. Juda ko'pchilik biladi, qiziqadi, tajribasidan o'tkazib ko'rgan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, Qulpinoy ko'chatlari ekishga tayyor. Naryoqda hosil uchun, ya'ni meva uchun ham ekib qo'yilgan holatlari bor. Hozir sizlarga bu qanaqa sort, qancha daromad qilsa bo'ladi, hosildorligi qanaqa, bu haqda mana ko'p yillik tajribaga ega, 14 yillik tajribasi bor Bunyod akamiz qisqacha ma'lumotlarini berib o'tadi. Biz oldin ham video roliklarini qo'yganmiz. Juda ko'pchilik qiziqqan va ko'chatlaridan xarid qilgan va hozirda o'zini daromadini qilishmoqda. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ukajon, sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu kelyapsizlarmi? Rahmat. Xormay aka, kengaytirib yuboribsiz-ku Xudo xolasa uka. Barakasi Har yili bo'lsin. podpischiklari so'rayapti, Qulpinoyning natijasi qanaqa bo'ladi deb. Bu yil ko'rsatdik-da natijasini. Aha, juda yaxshi Sizcha aka. bizni mahallalarimizga tashabbus bo'lib, endi bu narsani qanaqa qilib tushuntirsam bo'ladi? Buni har xil fikr o'tish mumkin-ku podpischiklaringizda. Men Tbilisi qilib turib Qulpinoy ekishim mumkinmi deydi. Unaqa narsa emas. Oddiy ochiqqa, jaydariga eksak bo'laveradi. Bu endi bizga Tbilisi kerakli hisobiga mana shu holatda ekdik. Ko'rsangiz Tbilisilarimiz bor edi. Aha. Uni ustilarini yopiqlik holati 40 kun, 45 kunda hosildorlikni birinchi davrini uzishimizga ila olvoramiz buni. Aha. Podpilonka pishsa, endi Qulpinoychilar biladi, ichi ta'mi o'zgarib qoladi, bemazaroq pishadi. O'z sog'lig'inglarni bu Qulpinoy qanaqa narsa? Ko'cha, jaydari narsa-da. Hozir podpischiklaringiz bor, menga video qo'yganlaringiz telefon qilib so'raydi. Aka, men Tbilisi qilyapman. Yo'q, Tbilisi qilishinglar shart emas. Qanaqa holat bo'lishi kerak? Ochiqdagi holat. Qilsanglar ham bo'laveradi. Endi biz majburiy holatda Tbilisi qilyapmiz, ko'chat yetkazish maqsadida. Aha. O'zi bizga vajib bu narsa shart narsa emas. O'zi hozir ko'chatlarimni ko'rsangiz ham bo'ladi. Aka, keling hozir birinchi o'rinda asosiy ma'lumotlarni aytib o'taylik. Bu Tbilisiz nechiga necha hozir? Hozir bu uka Tbilisimiz 5 sotik Tbilisi o'zini holatida. Aha. Ekilgan joyi masalan 1 sotiga joy qoldi. Endi mana dekonchiliklarimizni o'zi bizni ko'rganlar biladi, zakalat tashab qo'ygan ko'chatlar bor, olib ketishadi. Ana shunday holat qilib qildik, qolganini ekib qo'ydik. Hozir ekkan holatimiz 5 kunlik narsa. 5 kundagi mo holatdagini ko'rsating, keyin 5 kundagi holatda o'zgarishini ko'rsatamiz. Xuddi mash holatdagi ko'chat edi. Biz bu tomonga o'tsangiz aytaman, mana bu ekilganiga 5 kun bo'ldi. Bu 5 kundan beri to'xtamay suv ichyapti. Mana holatini ko'ring. Ko'ring mana holatini. O'zi gullaganmi? O'zi gulla bo'lgan. Guli ham juda ko'p. Bu koreyskiy sort, nomi Rudbin. Mana shu holatda ekilyapti. Qanaqa qilib holatda ekish desa 20 santimetrga biz bu yilda yangilik qilib turib 20 santimetrni o'ziga ikkitadan ekdik. Mana qarang, mana shu yerda ham gullagan holat mana. O'zi o'zgarish. Bu masturish holatida bugun 5 kun, 30 kun, 35 kunda hosil ko'rsatadi. O'zi pishadi bizda. O'zi men sizni haligi holatingiz bo'yicha pishganda chaqirmoqchi edim. Endi mana bu nimalari so'rayotganiga mana uni qo'yib qo'yaylik degan maqsadda chaqirdik-da. Mana mashitlarni ham ko'ring mana. Har kuni o'zgarishi bo'laveradi, kundan kunga o'zgarishi bo'laveradi. Bu unaqa ko'p mehnat talab qilmaydi. Kelganlar so'rayotganlarga mana videoda o'zida yoritib o'tib ketay. Mana uni 50 santimetrga ochamiz. 50 ga, egat tepasi 70 bo'ladi. Oddiy jaydari qilib turib egat olib ketaverasiz. Makkaga olamiz-ku. Shu Makkani hisobiga olasiz-da, biz o'rtasiga go'ng ko'mdik. Shu molni nurisini ko'mib turiblar, ikkovini xumlab turib ekib qo'ydik. Hozir eni bo'ladigan bo'lsa 70 santimetr en bo'lgan. 1 metrga qo'yilgan. Xuddi shunaqa holatda ekilaveradi. Buni oddiy odam ham ekaveradi. Endi buni ko'pi manaqa bo'lyapti. Hozir Toshkentda ko'p stillar qilyapti, podpilonka ekyapti.
Patbilonkani ham tushuntirib o'tib ketaman sizga. Patbilonka bu O'zbekiston iqlimiga emas. Bu patbilonkani biz hamma omada haligi tajriba qilib ko'rdik. U unaqa bo'lmaydi. Bu patbilonkada yer o'zini anaqasini kuchini yo'qotadi. Nima deysiz? Bu sparena bo'ladi. Issiq u, xuddi haligi terizni suvini ichgandek dimlanib qoladi. Biz qilib ko'rdik uni. Unaqa holat bo'lmadi. Ko'p sinadik. Hozir menga telefon qilayotganlar, aka qora selofan qiling, patbilonka qiling, hech narsa qilmang. Buni chirish holati yo'q, iloji yo'q, chiriydi-da. Patbilonka qilmasa iloji bo'yicha suvni saqlab turib, ozroq ichib turib, uzadigan paytda olishingiz kerak. Mana hozir mana mashitlarni ko'ring, salkam bir 15 ta 20 tadan gulishib olgan mana mashlar. 5 kunning ichidagi holatda. Gulishib olgan mana shu holatlar polni gullagan. 5 kun bo'ldi ekilganiga. O'zgarishi sirazi o'zgaradi. Hosil uchun ekkanlaringiz hozir qancha bu yerda? Hozir bu yoqqa grubiy hisobda ikkitalik hisobiga 3000 tacha ko'chat ekdik. 3000 ta ko'chat holatda ekildi. Endi kuzatuvchilarga buni daromadi ham qiziq bo'ladi aka. Daromad ekkanlaringizdan birinchi hosilda o'zida necha kilo uzish mumkin, qancha daromad qilsa bo'ladi? Daromadi uzishga holatingizga qarab turib bodring pomidor ekamiz. Mana biz axtachi anaqasida. Pomidor bodringdan 10 chomdan yaxshi-da. 1 chomdan desa mana 10 chomdan yaxshi bodring pomidordan. Nima deysiz? Pomidor bodringimiz 90 kunlik. Masalan, hozir 1 sotiylik tiplissalar bor-ku. Menga rosa ko'p chiqadi Qashqadaryoda. 1 sotiylik tiplissalar agar mashina holatida ekib olsa, daromadi zo'r bo'ladi. 100% javob beraman. Mana 14 yil bo'ldi biz qilayotganimizga. 14 yildan beri bir bodring pomidor ekkanimiz yo'q. Ko'chati $1 edi. O'zingiz ham xabaringiz bor uni qo'yilganda. Bir yilda uka xalqni o'ylagan holatda 5000 so'mdan qilib qo'ydim. 14 yilni bile sotmaganman 5000 so'mdan. Nimaga? Ko'chatim ko'paysa aytganman, hammasiga arzonlataman. Xudo xolasa bir yil 5000 qilgan bo'lsam, yana ko'chat qilib shogirdlarim mana shu o'zimizni podpischilarimiz mana mendan olayotganlar o'zi biladi, ko'chat chiqarib berayotganlar. Yana ko'chat bersa, xudo xolasa 3000 so'm qilib qo'yaman. Xudo xolasa. Lekin Toshkentdagi holat yo'q. Endi Toshkentdagi ko'chat desam, Rudbin, Sayron, Payron qilib gapirishyapti. Unaqa ko'chatlarimizdan ko'ra buni farqi bor. Farqi qanaqasidan? Hosildorligi buniki ko'p. Keyin bu yil 12 oy bo'ladi. Bu garantiyali narsa. Haligi ko'pi bilan gaplashyapmiz. Ertaga bo'ladimi, bo'lmaydimi, uzsiga qanaqa holat yo'q. Bu cherezdin uziladi. Libo qulpinochi bo'lsa biladi. Ularda oylar bor. Ularda katstiviniy zo'r. Biznikida katstiviniy sal nimaroq. Nima desam bo'ladi? Qishimish holati ko'p. Ularda katstiviniy holati zo'r. Nimaga? Ular hosilni kam beradi. Keyin ekilayotganlar ko'pi mendan so'rayapti. Aka, biz ham ekyapmiz, Toshkentda 2000 so'mdan sotyapti, 3000 so'm. Unaqa ko'chat emas, 2000-3000 so'mlik sotadigan holat emas. Ular ekkanda gektarga ekadi. Buni ko'rsa o'zi 1 gektar 50 sotik ekadi. Menga daromad olsin, qanaqa daromad olsin? 5 sotik, 3 sotikdan daromad olsin. Unga qarab ish tutsin. Mana masalan, ashuna qilib effekt chiqarsin. Asakada ham bir akamiz qulpinoy mana shu koreyskiy qulpinoy qilyapti. Bu ham koreyskiy sort. Endi bu sorti boshqa. Hosildorlik zo'r. Bizga yoqqanidan beri shu necha yildan beri mashina bilan shug'ullanamiz. Nimaga desiz, agar boshqa sort yoqqanda men boshqa sort ekishga imkoniyatim bor bo'laman. Ekaman. Lekin men ekib ko'rganman, u bo'lmaydi. Ko'p aytayapti, ekib olganman aka, 1 yil soldi, solmayapti dedi. Men maslahat beryapman, undan ko'ra o'rib olib bir ismaloq ekib qo'yinglar. Ismaloq zo'r. 2 yil davomida ismaloq soladi-da. Oddiy ismalog'imiz hozir masalan 8000 so'm bo'lyapti. Maqsad nima bundan ekib tiplissadan? Maqsad daromad olishda. To'g'ri. Oddiy xalq o'zi ham biladi, o'zi ham qancha qiynalgan. Hali bodring ekyapsiz-da, bodringni olib chiqasiz, parovoy отопленияңiz yo'q, 2000-3000 ga sirasi tushib ketyapti. To'g'ri. Parovoy отопление hammani sharoiti yo'q-da, uni. Puli bor odam sharoit qiladi. Menikini ko'rsating, hech qanaqa parovoy отопление yo'q. Menga kerak ham emas parovoy отопление. Minus holatda ham bu pishaveradi, unaqa natijasi bir o'zgarmaydi. Ko'chatlarini ham ko'ring holatini. Mehnatini ham aytib o'taylik. Bu mehnati ham unaqa ko'p emas. Shu ekib qo'yasiz, uzish mehnati ko'p. Mayda ishi hosildorlikni uzishgacha mehnati shu qo'l ishi. Qolgan mehnati buni mehnati yo'q. Faqat uzishda mehnat bo'ladi haligi. Mayda ishda endi qulpinoy. Ash joyi bor, xolos. Bu uzishda ham mehnat hisoblanmasa kerak. Bu dehqonlar daromad kirgan. Daromadingiz kelib tursa, keyin buni eng qizig'i mana hozir aytaman sizga. Jaydari qulpinoyimiz 13 ming, 15 ming bo'lib ketadi-yu.
15 ming, 20 ming holat bo'lsa ham 40 ming, 45 mingdan past bermayman men. 100% bermayman. Nimaga desangiz, buni mazasi ham zo'r, keyin undan kattaligi ham bor-da, do'lobli holati ham bor, chiroyli, ham standarti ham go'zal buni. Unaqa emas, unaqa jaydaridek emas, lekin jaydari qulpuna ham zo'r o'zini vaqtida. Keyin u 40 kun davom etadi. 40 kundan keyin qulpunani istab ham topa olmaysiz. Lekin bu mana shu ekilganidan garantiya beramiz. Qarang. Bugun 5 kun bo'lsa ekilgani, boring 30 kundan keyin hosilga kiradi. Shu bo'yi kech kuzgacha hosildan to'xtamaydi. Avgust oyida kanop tashlashni to'xtatadi, ko'chatni to'xtatadi, hosil erishni boshlaydi. Hosil ham qanaqa beradi? Hali ko'pi 10 kunda uzaman, 5 kunda uzaman emas. Cherezdin uzasizlar. Masalan, cherezdin bir tomonini uzsa 20 kilo, 25 kilo bersa, bir tomoni 30 kilo, 35 kilo, ash cherezdin holatda uzamiz. Shunaqa holatda beradi. Mana shu joyda xudo xolasa 5 sotik tiplisingizdan yozgi kunida 25 kilodan siz 50 kilo iyun oylarida ham bemalol 50 kilo vazn beradi. Cherezdin o'tib. Bu joylari zo'r. Cherezdin bo'lsa kuniga 25 kilodan Yo'q, cherez bir kun o'tib. Suv bersangiz uzadi. Bu rosa qulpunoy suvni yaxshi ko'radi. yosh cherezdin 50 kilo deyapsiz-ku. Ha, 50 kilo vaznda beradi. Ha. Cherezdin uzamiz. Qanaqa holatda hisoblaysiz uni? Bu poliya hisoblanadi. Bu poliyadan mana 25 kilo uzsak, narigi poliyamiz bor, narigini istam. Bir kunda uzib yubora olmaysiz baribir. Ha, to'g'ri. Suv bergan holatingizda bu poliyadan 25 kilo chiqsa, narigisidan 22 kilo, 25 kilo. Standart endi grubiy men hisoblashimda 50 kilo vazn beradi. Как положено beradi uni. Umuman O'shani hisoblayapman men ham. O'rtacha kuniga 25-20 kilo uzsa bo'laveradi. bo'laveradi. O'rtacha. Uni haligi ko'p aytadi, aka 1 sotiklik yerdan ussam kilosini hisoblab bering deydi-da. Men hisoblay olmayman. Buni qanaqa qilib hisoblashingiz mumkin? Bermasa hisoblashingiz mumkin. Har kuni bermaydi-yu qulpunoy. Ashuni bir marta uzishni mana bir haftada bir uzsangiz hisoblasangiz bo'ladi. Unaqa narsa yo'q bunda. Bu har holatda beradi. Cherezdan o'tib uzaveradi. Mana suv berishni boshladik, o'zini holatini ko'ring, bugunga o'zgargan holatini. Lekin suvdan qisib bo'lmaydi. Suvdan to'xtatdingiz, hosil ham berishni kamaytiradi, gullashni ham kamaytiradi. Xuddi shu bodringga o'xshab ser suv bo'lar ekanda bu ham. Ha, bodring, kak bodring deydi. Bodringga suv bersak uzamiz. Bodringchilar biladi-yu. Bodringga suv bersak uzamiz. Endi aka, parvarish qanaqa bo'ladi? Dori-darmon degandek. Uka, buni zo'r joyini aytaymi? Buni dori-darmoni biz 14 yildan beri hech narsa qilmaymiz. Uni ochiqdan aytish kerak. Haligi mana qoqqizish kerak, pistondan qoqqizish kerak, hech narsa qoqqizish kerak emas. Haqiqiy mana shu haqiqiy jaydari suv berasiz, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Prosta bu yerda anaqa gap bo'lyapti ko'chat. Haligi kechaga bittasi chiqdi. Pit dori deydi, buni. Ko'rayotgan bo'lsa, anaqasi yo'q. Aka, pit dori yo'q bunda. Bunda pit yo'q. Qarang, mana gullaganini ko'ring, mana ko'chat. Mana qarang. Mana qarang. Uka, mana shu ko'chatni 10 ming so'm sotganman. Stakanchida mana. Bu 90 kunlik ko'chat bu. 90 kunlik. Shu 90 kun turgan ko'chat bu. Mana hozir mana gulini ko'ryapsizmi? Endi haligi hammasi negativ bo'lib ketyapti-yu. Liboyiz bilan olishaveraman. Toshkent sohada liboy bilan olishaveraman qulpunoyda, javob beraman. Mash holatda. Bu 90 kunlik ko'chat bu. Hozir kun sanaydi 120 kunda hosilini ko'rsatadi bu. Mash holatdagi ko'chat. Hamma standart bir xil 90 kunlik ko'chat bu. Men buni kichkina past balandligi suvsiz ushab turibman. Uni o'z xabaringiz bo'ldi. Mana suv bersangiz qanaqa o'zgarishi bor. Suvsiz ushab turibman. Nimaga? Ekkan odam suv o'zi berib oladi, men uni o'zi kontrolga olaman. Imенно обязательно telefon qilgan 100 ta olgan ham bor, 500 ta olgan ham bor, ishaning 20 ta olgan ham bor-da. Tushuntiraman, обязательно tushuntiraman. Uni men bilan gaplashganlaringiz o'z podpischilar juda yaxshi biladi. 1 soat vaqtim ketsa, bir kun bittasi raza bosh qilib 10 ta ko'chat olgan ekan. 1 soat gaplashdik. Iloji yo'q endi, bu tushuntirish kerak edi. Iloji yo'q. Kim tushuntiradi buni? Bu holatlardan olim bo'ldi. Misol, bu biznesga qiziqqanlar bo'lsa, ko'chatini ham sotib beraverasiz. Обязательно. Men ko'chatini sotib berishim qanaqa bo'ladi? Yana bitta zo'r fishkasi bor. Buni hozir sizga aytaman. Men berganimdan keyin mana men 5000 so'm sotyapmanmi? 1000 so'm, 1,5 ming so'm foydalanaman. Nimaga? Chirinni qo'yaman, chirik qo'yaman, molni chirigini qo'yaman. Keyin men o'zim обязательно bu ko'chatni erkak urug' bo'ladi-da. Endi mana jaydari qilib aytganda. Shuni men ajratib olaman undan. O'zim 1000 so'm, 2000 so'mdan joydan yulib olib kelaman menga. Umuman muammo yo'q. Yulib olib kelaman. Agar bu podpischiga bo'lib mendan olgan ko'chatchi bo'lsa biladi. Yulib olib kelaman. Bir yil 20 mingta qilishim ham sababi bor-da.
Keyin buni 10 mingta ko'chatini sotib olganman. Masalan, o'zi biladi olganlar. Hali 5 ming so'm, nimaga endi 5 ming so'm qilib yordinglar demanglar, 10 ming so'mdan sizlar pul tushgan paytda bu ko'chat yo'q edi. Ko'chat ko'pligi uchun men buni 5 ming so'm qilib yordim. Bu yerga ham qanaqa 10 mingta ko'chatimiz qoldi. 10 mingtasi zakalat olinib bo'ldi-da buni holatiga. Shunaqa holat bor. Yaxshi. Yetkazib beramiz qanaqa holat bo'lsa. Dastlabki demak bor O'zbekiston bo'ylab. Dastlabki Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Denov hamma viloyatga katta mashinada Isuzu mashinasi chiqarib beraman. Hamma viloyatga bor. 100% bor unaqasi dastlabkasi. Dastlabkasini ichi 5 ming so'mligimizni korobkasiga pul to'laydi, yo'l kirasini to'lab oladi. Lekin 5 ming so'm toza, lekin jo'natib yuboramiz. Masalan, Denov shahrida bo'lsa ham jo'natib yuboramiz, Nukus Qoraqalpoqda bo'lsa ham jo'natib yuboramiz. Prosta bizni korobkasi bilan nimasini xizmatiga berib oladi. Nima desam bo'ladi? 10 ming so'm bo'lganda dastlabkasini ichida qilib berardik. Mahallaviy o'zimizni, mana Andijon territoriyaga bo'lsa, kelib olib kelsin, bizga korobkani ham pulini bermasin, o'zi kelib olib kelsa bo'laveradi. Ash joylari bor. Yaxshi, bo'lmasam aka, manzilda ham eslatib qo'ying, o'zi kelaman degan dehqonlar ham ko'pda. Manzil Xudo xolasa uka Axtachi tumani, Axtachi qishlog'i, Teraktay mahallasi, 181-uy. Xudo xolasa Axtachi regionga kelib salafalla sotadi, paket mahallamiz bor. Kim yoniga kelib turib, shu Qulpinoyga keldik desanglar, Axtachi bo'yicha bitta bizda bor, boshqa odamda yo'q. Xudo xolasa bitta bizda bor. Andijon bo'yicha, region bo'yicha, mana u yetishtirish bo'yicha yil 12 oy olib chiqish ham bitta bizda bor. Qolgan odamda yo'q. Endi Toshkentda bor, endi Toshkentlarga biz u yerlarga sota olmayapmiz. Mana shu yerda sotib Xudo xolasa qilyapmiz. Keyin daromadini ham muammo yo'q daromadidan. O'zi 2-3 ta korzinka ham olib qo'yadi buni. Masalan, 1 sotiklik xonadon bo'lsa, hozir oylikcha opalarimiz ko'p, juda maktabda ishlayotgan, boshqa ishlayotgan, mana kreditga qurib olganlar bor, teplitsani. 1 sotiklik joyda bo'lsa, 100 teplitsasini kreditini to'lab beradi. 1 yil yaxshi harakat qilsa to'lab beradi. Umuman muammo yo'q. Uni harakat qilish kerak. Endi bodring, pomidor ekish kerak. Pomidor, bodringni katta sotiklarga ekish kerak. Bunaqa kichkina joyga ekib bo'lmaydi. Lekin mashina narsani mana men sizga hozir aniq qilyapman. Olgan odam pul o'zi bilan ketadi. Umuman muammosi yo'q. 100% oqlaydi. Bu tajribamizdan chiqib kechagi narsa emas. Biz bu bilan shug'ullanayotganimiz salkam mana 14 yil bo'lyapti. Mashina daromadini, mashina anaqasini yeyapman. Hozir sizga bitta narsani nima desam bo'ladi, 100% beradi deyishdi ham o'zi katta narsa o'zi. Biror telefon qilib ko'chatimni sotib olish emas u. Aka, kecha 100% beradi dedingiz degan odamlar ham bor-da, lekin men 5 ming so'm olsam, 5 ming so'mga loyiq ko'chat bu. 2 ming so'm, 3 ming so'm oluvdim, 1000 so'm oluvdim, meniki qilmayapti demanglar. Uni navi boshqa nav. Buniki boshqa nav. Bu Rudbin nomi. Nimalardan so'rashsa, endi biz ashuncha yildan beri shunaqa qilib daromadini olib kelyapmiz. Buni olib bir ko'rsatib qo'ying. Ashaqa holat ukajon. Aziz kuzatuvchilar, mana akamiz ham o'zi ekib qo'ygan. Agar oldingi videosini ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana ekranni o'ng tarafiga chiqarib qo'yganmiz. O'shani bossanglar, hosildorlik videolarini ham ko'rsatib o'tganmiz. Hosildorligini ham bemalol tomosha qilib ko'rib olsanglar bo'ladi. Agar qanaqadir savol bo'lsa, mana dehqon akamizning nomerini ekranga yozib qo'yapmiz. Telefon qilib bemalol savol-javob qilsanglar bo'ladi. Ko'chati bu yerda 20 mingga yaqin ko'chati bor ekan. 10 mingtasini o'zi zaklat tashab berishgan. 10 mingtasini sotib beradi, ya'ni O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beradi. Kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Manzilda aytib o'tib ketdi. Asaka tumani, Axtachi qishlog'iga Otish mahallasi. kelaverasizlar, ya'ni Otish mahallasida. Unat aka, katta rahmat ma'lumotlar uchun. Ukajon, Agar o'zingizdan yaxshi bo'ling. dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Azizlar, agar ma'lumotlarda biron narsaga yoki xato va kamchilikka yo'l qo'ygan bo'lsak, aybga buyurmaysizlar. Aytib o'tganimizdek, savol bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bo'laveradi, bemalol chiqib. Nomerlarimiz bor, yozib tagiga qo'yib qo'ysangiz. Xudo xolasa inshaalloh. Shu ko'chat holatlarini ham olib qo'ying. Mana shu ko'chatlar bor. Bu ko'chatlar kichkina demasin, sirazi o'zgaradi. Prosta biz suvsizlikdan ushayapmiz. Suvsizlik holatda ushab turibmiz. Mana akalar. Oddiy jaydaricha kim qilsa uyda ko'p pul ham ketmaydi. Oddiy 10 santimetrlik kapelni sistema qiladi, shunaqa qilib qo'yadi. Lekin suv bor hududlar. Agar suv yo'q hududlar bilan telefon qilsa, mana o'zingizda mana realni aytib ber, videoda biz chiqisha olmaymiz suv yo'q joy bilan. Nimaga desangiz, suv bilan bu. Maqsad sotib olish emas buni. Maqsad u bilan shu olgan odam sal baraka topsin, buni pulga olyapti, buni mehnat qiladi. Hali noumid qilgan odam yomon-da. Noumid bo'lgandan bu sizga ham pulingiz yo'qmi, menga bu halol pok biz bola chaqaga yediramiz. Uni
Qanaqa qilish kerak buni? Suv bor joylar. Hali olib turib meni keyin telefon qilib suv bor joy bo'lsa-ki, qolgan muammosi yo'q. Agar suvdan qisadigan bo'lsa, 100% kasallanadi, ham hosil ham bermaydi, gul ham bermaydi. Bu suvni juda yaxshi ko'radi bu. Qarang, hozir ham to'xtamay mana motorimiz ishlab turibdi, suv berib qo'yganmiz. Juda yaxshi. Aziz kuzatuvchilar, mana sizlarga qo'ldan kelganicha ma'lumotini aytib o'tdik. Savol bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Agar bu ma'lumotimizni, mehnatimizni ozgina qadrlasanglar, bitta like bosib ketishni unutmanglar. Albatta, xuddi shunday Aziz kuzatuvchilar, mana bugun sizlarga qo'ldan kelganicha ma'lumotlarni aytib o'tdik. Bu ma'lumotimizni foydali deb hisoblasanglar, albatta bitta like bosib ketishni unutmanglar va xuddi shunday jaydari biznes qiziqib, yaxshi daromad qilaman degan yaqininglar bo'lsa, bu videoni shu tanishingizga yuborib qo'yishni unutmanglar. Bunyod aka, sizga ham kattakon rahmat ma'lumotlar uchun. Alloh dehqonchiligingizga baraka bersin. Hammamizga bersin. Dehqonchilik umid qilib qilayotgan hammasini Xudo xolasa noumid qilmasin. Juda chiroyli bo'ladi. Ko'ngilni to'q qilib telefon qiladigan podpischiklaringizga haligi men oqsab qolib yordam beradigan odam yo'q. Men yordam beraman. Hijolat olmanglar. Telefon qilsanglar hamma narsani prekrasniy tushuntiraman. Shunaqa narsa. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Azizlar, e'tibor uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.